Assalomu alaykum hurmatli migrant o'z kuzatuvchilari. Mana bugun sizlarga yana bir mobil dastur, ya'ni O'zbekistonga Rossiyadan pul yuborish bo'yicha mobil dasturni, mobil prilojeniyani ishlatib ko'rsatamiz. Chunki biz bilasizlar, bizda bu an'ana, har kuni mana biz kanallarimiz kun kuzatib borsa, har kuni biz Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborsa bo'ladigan barcha servislarni, kurslarni solishtirib, iloji boricha sizlarga qulay ravishda ko'rsatishga harakat qilamiz. Bu bizni har kuni chiqadigan postimiz bor. Endi mana shu postimizda bor bo'lgan har xil servislar bor. Ularni bitta-bitta shunaqangi mobil obzor qilgan, o'zbek tilida ko'rsatib, ishlatib, knopkalarni ko'rsatib, qanday qilib O'zbekistonga pul yuborsa bo'ladi, qanday ro'yxatdan o'tsa bo'ladi, nima plyuslari bor, nima minuslari bor, iloji boricha sizlarga shunaqangi ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Bugungi efirda mana Sendi degan mana yangi chiqqan mobil dasturlardan, mobil servislardan bittasi ko'rsatamiz. Balki foydalanganlar oilalarda bordir, chunki anchadan beri bizni mana shu kunlik chiqadigan valyuta kurslarimiz ro'yxatda bor bu servis. Shuning uchun bugun sizlarga buni ham ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana Google Play ga kiramiz va Google Play ga kirganda Sendi deb lotinchada yozamiz mana Sendi денежный переводы kirsak, mana bizda mana qarab turibdi, mana kirdik. Bu bizda telefonimizga o'rnatilgan. O'rnatib o'tirmaymiz boshqatda. Mana shu ko'rib olinglar. Oq fonda открыть bosamiz. Pin kod kiritib qo'yish kerak bo'ladi boshida. Bu ro'yxatdan o'tish paytida o'zi kiritib qo'ysa bo'ladi. Biz ham kiritib qo'yganmiz, undan foydalanamiz. Mana endi bizda ro'yxatdan o'tganmiz, lekin aslida mana shu menyu joyi bor. Mana shaxsiy ma'lumotlar va tepada ham bor. Shu yerda shaxsiy ma'lumotlarni bir marta mana shu profil to'ldirish kerak bo'ladi. Ya'ni bu bir marta to'ldirasiz, boshqa dasturlarda ham xuddi shunaqa. Undan keyin qayta to'ldirish kerak bo'lmaydi. Telefon raqami orqali ro'yxatdan o'tiladi albatta. Telefon raqamiga SMS kod keladi, undan kiriladi va mana o'sha familiya, ism, otasini ismi to'ldi. Mana biz ham to'ldirganmiz. Bitta mana to'ldirsa bo'ladi. Sizlar ham o'zingizlarga to'ldirib qo'ysanglar bo'ladi. Agar otasini ismi yo'q bo'lsa, shuni belgilab qo'yiladi. Tug'ilgan sanani ham mana belgilab qo'yish kerak. Tug'ilgan joyingiz pasportda mana Zagram pasportingizda shuni tarjimasi, notarial tarjimasi qanday bo'lsa, shunday to'ldirgan ma'qul bo'ladi. Va bu Rossiyadagi ro'yxatdan o'tgan manzilingiz. Bu hammasi kiritish kerak. Shahar, mintaqa, ko'cha, uy, kvartira hammasi kiritiladi. Endi fuqarolik O'zbekiston albatta, O'zbekiston belgilanadi. Pasport raqami, ya'ni o'sha Zagram pasportingizni seriya va raqamini birgalikda kiritasiz. Kim tomonidan berilganligi pasport, mana buni ham kiritganmiz biz. Pasportni berilgan sanasi, hop, undan tashqari muddat tugash sanasi, ya'ni pasportda berilgan muddat sanasi hammasi kiritiladi, saqlash deyiladi. Shuni bossak keyin o'tiraveradi. Hop, endi menusini ko'radigan bo'lsak, bir qancha mana Qirg'izistonga el-kartka yuborsa bo'ladi, O'zbekistonga Humo, Uzcard kartalariga, Tojikistonga Korti milliga yuborsa bo'lar ekan. Shaxsiy ma'lumotlar kiritib qo'ydik. O'zbek tilidagi mana menyu bor, o'zbek tilini o'zgartirish mumkin bemalol. Ko'ryapsizlar, Ozarbayjon, inglizcha, qirg'izcha, ruscha, tojikcha va o'zbekcha tillarda nima qilish mumkin. Hop, endi o'tkazmani amalga oshiradigan maxsus knopkasi bor ekan. Mana bundan bir mana O'zbekistonga, mana ko'ryapsizlar, O'zbekistonni tanlashimiz mumkin. O'zbekistonga bu yerda pul yuborishning 3 xil turi bor. Deyarli hammada hozirgi kunda shunaqa, ya'ni telefon raqami orqali o'tkazish qilish mumkin. Ya'ni O'zbekistonda Uzcard yoki Humo kartangiz O'zbekistonga qaysi raqamga ulangan bo'lsa, o'sha raqamni kiritasiz. Kartani raqamini kiritish shart bo'lmaydi, ketaveradi. Keyingisi karta raqami orqali, ya'ni O'zbekistondagi o'sha kartangiz raqamini kiritasiz, ism familiyani kiritasiz, yuborasiz. Va uchinchisi albattaki naqd pul olish. Ya'ni Rossiyadagi kartangizdan rublni yechib oladi, dollarga hisoblab va bu yoqda oladigan odamning ism familiya o'chirmasini kiritasiz va u odam naqd dollarda bankdan oladi. Uchalasidan bittasi mana hozir biz sizga birinchi o'sha telefon raqami orqali kirishni ko'rsatamiz. Bu mana so'rayapti summani. Misol uchun deylik, biz hozir deylik bir 10 ming rubl yubormoqchi bo'lyapmiz. Mana 10 ming rubl yubormoqchi bo'lyapmiz. Hisoblash bosamiz. Ya'ni 1 million 570 ming. Ya'ni bugungi kunda, bugun hozir mana 22-iyul holatiga 1 rublimiz 157 so'mga aylanyapti. Bu degani solishtiradigan bo'lsak ham yaxshi kurs, bemalol bundan foydalansa bo'ladi. Xo'p, mana davom etish bor. Endi mana bu yerda agar siz telefoningizdagi raqamlar, kontaktlarni ulab qo'ygan bo'lsa, ular chiqadi yoki o'zingiz mana o'ziga kerakli bo'lgan odamni yoki telefon raqamini kiritishingiz mumkin bo'ladi. Mana biz kiritamiz.
Bu yerda mana telefon raqamini kiritdik. Summani kiritamiz. Bu yerda so'mda kiritish kerak ekan. Keling 1.570.000 kiritamiz. Mana shunda bu 10.000 rubl bo'lishi kerak. Mana 10.000 rubl 38.58 bo'lyapti. Nimasi ham bor ekan, komissiyasi ham bor ekan ozgina. Hop, bu yerda bizni promokodimiz bor. Migrant degan biz uchun maxsus promokod qilingan. Promokodni bir marta kiritib qo'ysa, mana shu mobil dastur eslab qoladi. Va keyin safar kiritish kerak bo'lmaydi. Bizga ham kiritilgan ekan. Bitta bosamiz. Migrantus tayyor. Mana kiritganimiz nima o'zgardi? Davom etish. Mana kiritib chiqibdi, kiritdi hamma narsani. 156.4 dan bo'lyapti ekan kursi 1 rubldiki. Hammasi yetib borib mana 1.570 ya'ni 10.000 rublga 10.038 rublga 1.570.000 olinyapti. Bu yerda mana belgilab qo'yish kerak, olingan shaxs to'g'ri kiritilgan deb. Shaxsiy ma'lumotlar tasdiqlaydi degan narsa bor. Pul o'tkazish uchun tasdiqlaydi deb. Endi to'lash knopkasini bosiladi. Telefon raqam bor, kartasini o'zi chiqarib qo'yapti. To'lashni bosiladi. Bu yerda mana shu albatta agar siz karta kiritmagan bo'lsangiz, kartani kiritish to'g'ri keladi. Hop, mana o'sha bemalol murojaat qilish mumkin. Telegram boti ham bor ekan, qo'ng'iroq qilib, biroq mabodo pul yuborgan paytda qanaqadir bir dedik, bo'lib turadi texnik muammolar. Shunga o'xshagan bir vaqti yetib bormasa pulingiz yoki boshqa bir savollaringiz bo'lsa, Telegram bot orqali yoki telefon qilib yoki mana Telegramga yozib yoki sayt orqali murojaat qilsanglar, bu yerda bizga aytishlari bo'yicha 24/7 ishlaydigan shunaqangi bir slujbasi bor ekan, texnik podдержка shular javob berar ekan. Xo'p. Endi keyingisi naqd pulga bosh ko'ramiz. Bu qanday yuborilar ekan? Mana bu yerda ham O'zbekiston belgilaymiz. Naqd pul bilan o'tkazma. Summani kiritamiz. Deylik 80 rubl hisoblasak, mana 99 pastki. Mana. Ya'ni biz 22-yil holatiga 1 dollarni 81 rublga to'g'ri kelyapti ekan. Davom etamiz. Telefon raqam ko'rsatish kerak ekan. Naqd oluvchi paytda ham kerakli raqamni ko'rsatishimiz mumkin. Endi oluvchining ismi, familiyasi, otasini ismi kirish kerak bo'ladi. Mana bu yerda ham promokod turibdi, belgilashimiz mumkin. Summa. O'tkazma summasi ko'rsatamiz, ya'ni dollarda ko'rsatish mumkin ekan bu yerda. 100 dollar ko'rsataylik. Qani? 8.095 rubl. 1 dollarimiz borish bizda 8.095 rubl bo'lyapti. O'sha agar 81 bo'lganda ham 8.100 bo'lardi. 8.000 to'g'ri kelyapti. Bu yerda ham ikki nimani bosamiz va to'lash degan telefon raqami kiritildi. Demak, oluvchini qabul qiluvchining telefon raqamini kiritish majburiy narsa ekan. Kiritamiz. Bu yerdan bank kartasini, uni muddatini va 3 ta orqasidagi raqamni kiritamiz. Bir marta pul yuborganimizdan keyin karta o'sha bu ham kirib qoladi. Mobil dastur juda ham yaxshi ishlayapti, tez. Bunaqangi to'xtab qolish, boshqa degan narsalar yo'q. Xavfsizligi bo'yicha muammosi yo'q deb aytishdi. Ya'ni har qanday puldan bir yetishmay qolsa hal qilib beramiz deb aytishdi. Shuning uchun ham o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Hop, cheklovlar haqida ko'radigan bo'lsak, oylik limit 600.000 rubl ekan, kunlik limit 300.000 rubl. Ya'ni har bir kunda 300.000 rubldan ko'p bo'lmagan vaqtda pulni yuborsa bo'ladi, oyiga 600.000 bo'ladi bu narsa. Hop, do'stlar, shunaqa, ya'ni bugun sizlar bilan yana bir shunaqangi mobil dasturni ishlatib ko'rsatdik. Albatta bunaqa mobil dasturlar ko'p hozirgi kunda, lekin bu ham bizga yangi, biz bilan anchadan beri mana hamkorlik qilyapti, ishlayib turgan mobil servislardan bittasi. Ishonchli, hali biror marta sendidan birontasini pul ololmaganligi yoki pul yo'qolib qolganligi haqida bizda ma'lumot yo'q. Hech kim bizga murojaat qilgani yo'q bunaqa bo'lib. Agar shunaqa bo'lgan taqdirda ham mana ularni o'sha maxsus xizmatiga yoziladi va ular pullarni qaytarib berishadi. Shunday qilib biz mana shu kunlik valyuta kurslarimiz haqidagi e'lonimizni postimizga yozib boringlar, solishtirib boringlar. Ozgina farq qilsa ham bu ham harna albatta va mana shunaqangi ishonchli, rasmiy ishlaydigan mobil dasturlardan foydalanib ko'ringlar.
Salomat bo'linglar, bundan keyin ham shunaqangi sizlarga foydali bo'lgan, qiziq bo'lgan, doimiy foydalanadigan shunaqa servislarni obzor qilishga harakat qilamiz. Bundan keyin ham bizni Migrant.uz kanalini kuzatib boringlar. Yaxshi kunlar ko'rishguncha sog' bo'linglar.